أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O'zining mo'min bandalariga mol dunyoni o'zi bergan va bu bergan boyligidan ozgina infoq ehson qilishsa, ularni taqvodorlar deb maqtagan va ularga jannatlarni va'da qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va dunyoyu oxirat saodati boylik to'plashda emas, aksincha Allohning yo'lida berishda ekanligini ko'rsatib, o'rnak bo'lib ketgan zohidlarning ustozi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh taolo insonlarni faqatgina o'ziga ibodat qilishliklari uchun yaratar ekan, bandalarini eng birinchi bo'lib o'ziga iymon keltirishlariga buyurdi. So'ngra namoz o'qib, zakot berishlarini buyurdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda aytganlaridek, buniyal islamu ala khamsin: shahadatu an la ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh va iqomatus solat va ita'uz zakat va savmu ramazon va hajjul bayti man istato'a ilayhi sabila. Islom 5 ustun ustiga barpo qilindi. Allohga iymon keltirib shahodat kalimasini aytishlik va namoz o'qish va zakotni berishlik va ro'za tutib qodir bo'lgan kishi hajga borishlik dedi. Va mana bu amallarni qilganlarni taqvodorlar deb maqtadi. Baqara surasining boshida aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimunas solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Mana bu kitobni haq ekanligida shak shubha yo'qdir va u taqvodorlarga hidoyatdir. Shunday taqvodorlarki, g'aybga iymon keltiradilar va namozni barpo qiladilar va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq qiladilar dedi. Va mana bu amallarni qilmagan kimsalarni mazammat qildi va ularni qattiq azob bilan ogohlantirdi. Buni juda katta gunoh ekanligini bayon qildi. Mollarini zakotini bermagan kishilarni holatini bayon qilib aytdiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la yahsabannallazina yabkhaluna bima atahumullohu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard wallohu bima ta'maluna khabir. Alloh o'z fazlidan bergan narsaga baxillik qilganlar buni o'zlariga yaxshilik deb hisoblamasinlar. Aksincha bu ularga yomonlikdir. Qiyomat kuni baxillik qilgan narsalari o'zlarini bo'yinlariga o'ralur. Osmonlar va yerlarning merosi Allohgadir va Alloh taolo qilayotgan ishlaringizdan xabardordir deydi. Va yana aytadiki: "Vallazina yaknizuna az-zahaba wal-fidda va la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim." Oltin va kumushni xazina qilib bosadigan, Allohning yo'lida uni sarflamaydiganlarga alamli azobni bashoratini beravering deydi. Allazina la yu'tuna az-zakata va hum bil akhirati hum kafirun. Ular zakotni ado etmaslar va ular o'zlari oxiratga kufr keltiruvchilardir deydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadiki: "Ma min rajulin la yu'addi zakata malihi illa ju'ila yawmal qiyamati safa'iha min nar yukwa biha janbuhu wa jabhatuhu wa dhahruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yuqda baynan nas thumma yura sabila." Biror kishi agar molini zakotini bermaydigan bo'lsa, qiyomat kunida alovdan unga tovoqlar qilinadi va u bilan o'sha kishini yonlari, yuzi va orqalariga bosiladi. U kun shunday kunki 50,000 yilga teng va shu holatda to odamlar hisob-kitob qilib bo'linguncha davom etadi deydi. So'ngra qaraladi, yo jannatga yo jahannamga ketadi. Bu zakotini bermagan kishining holati. Olov yonboshlariga, yuziga, orqalariga bosilib kuydiriladi. Har safar sovib qoladigan bo'lsa, yangilanib turiladi va shu holatda 50,000 yil davom etadi. Alloh o'zi panoh bersin. Va bu yuqoridagi oyatni tafsiri.
Ya'ni Alloh taolo aytdiki, ularga alamli azobni xabarini bering dedi. Alamli azob degani jasad azobi bilan birga qalbning azobi ham bo'lishligi. Ya'ni ular shu holatda azoblanib turishganida aytiladiki, haza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknuzun. Bu o'zlaringiz uchun g'amlab qo'ygan narsalaringiz. Bas g'amlab qo'ygan narsalaringizni totinglar deyiladi. Alloh taolo o'zi saqlasin va bizlarni o'zi bergan mol va davlatdan haqqini ado qiladiganlardan qilsin.